Majnun haqiqatda Layloni ishqida adoyi tamom bo'lib, har narsaga qarasa Layloni ko'rar ekanda endi. Boshqa hech narsani ko'rmay qolibdi endi. Bir kun odamlar namoz o'qib tursa, oldidan o'tib ketibdi endi. Odamlar aytdi, bu qanaqa bu yigit tamom bo'ldi bu muhabbat buni abgor qildi, vayron qildi buni. Buni odamgarchilikdan ham chiqardi, buni iymondan ham chiqaraveradi bu ketishda. Debdi. Namozdan tugatgandan keyin odamlar qarasa Majnun qaytib kelayotgan ekan. Shuni bir chaqirib ozgina dakki beraylik deb yonlariga chaqirib, "Ey qays, bu nima qilganing bu? Sen Allohi tamom bo'lding. Bu namozga turgan odamlarni ko'rmay oldimizdan o'tib ketding. Sen bir namoz o'qiyman degan darding yo'qmi? Qanaqa odamsan sen?" Majnun aytdi, "Allohim, men ham sizni ko'rmadim. Haqiqatan qalbimga Layloni surati o qadar joylashdiki, boshqa hech narsani ko'rmayapman. Ammo meni o'ylantirgan boshqa bitta narsa bor. Agar siz ham Allohni sevganingizda meni ko'rmasligingiz kerak edi.